Qirg'iziston Bishkekdan Dilmurodjon hoji akamiz qo'ralariga 500 ta sovliq keldi akalar, 500 bosh. Bormi endi oladigan arzon bo'ldi akalar, kelamiz endi. Bosoradigan joyi. Videoni oxirigacha ko'ring, siz izlagan sovliqlar shetda, qora kashtanidan. Hammasi Bishkekdagi 500 ta bor ekan, mashalloh. Laykni bosamiz akalar. Karichkalardan ham kelgan 2 tish, 4 tish, asosan akalar 80% qo'zilar kelgan. Eng zo'rlagan to'qlilar akalar, qo'chqorni zo'rini qo'shib bolasini oladiganlar kelgan mana. Bunaqa katta partiya akalar uncha-muncha hozir bo'lmasa kerak. Imini sovliq bo'yicha 500 ta aytishga osonda. Buni qarang. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanali muxlislari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, biz ashaddiy muxlis aka-ukalar, hoji buvalar. Bugun haftaning xudo xolasa shanba kuni 30-may 2026-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Dilmurodjon hoji akamizni qo'ralariga keldik. Akalar videoni boshida ko'rganingizdek 450-500 ga yaqin qo'y bor akalar. Naqshitda hozir 500 ta qo'y bor. Sovliq, asosan sovliq. Zo'rlari kelgan Qirg'iziston Bishkekda talas qo'ylari kelgan. Shular syomka qilib beramiz. Sovliq olaman deganlar akalar keling. Qo'chqorni olib qo'shing, mana tarbiyalang salqinda avgust sentyabrda qo'chqorni qo'shing xudo xolasa. Hammasi qochishga tayyor sovliqlarga shular syomka qilib beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayotbek, mazangiz yaxshimi, charchamasdan? Ishlaringiz yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Dizimiz aka? Hayotbek, Parvardigorga xudoyimga behisob shukr. Bir 500 ta qo'yimiz bor. Mashalloh. Bir 400 tasini hozir chiqaramiz, xudo xolasa. 400 tasini, ha? Gap bo'lsin. Yana hozir bir 100 tasi xudo xolasa bugun yetib keladi. Bugun faqat xudo xolasa sovliq chiqaramiz. Qo'chqorlarimiz ham bor. Qo'chqorlarni ham video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'y ko'pda, haligi qo'y ko'p ekan. Video cho'zilib ketmaslik kerak. Katta partiya ketdi-da. Katta partiya, ha. 500 ta qo'y bor. Ferma ham katta ferma. Gap bo'lishi kerak. Alloh barakasini bersin. Bu videomizni bir kun, 2 kundan ko'radiganlar ham kelaverasizlar. Bu pastiyanni bo'ladi akalar. Pastiyanni bo'ladi. Qo'yda akalar pastiyanni kamida 200 ta qo'y bo'ladi bitta. Ferma katta. Bunaqa katta partiya akalar kamdan kam odam olib keladi. 500 ta qo'y aytishga osonda. To'g'rimi? Xudo xolasa mana bu hozir 2 tish 4 tish qo'ylarimiz, yarichka sovliqlarimiz ham bor-da. Yoshlari ham bor ekan, zo'rlari. To'qli sovliqlari ham bor. Hali videoni oxirigacha ko'ringlar hurmatli obunachilar. Xudo xolasa o'sha yarichka sovliqlarimizni ham hammasini chiroyli qilib syomka qilib ko'rsatamiz. Hoji aka bo'ladigan narxini oxirgi taqalgan chiroyli qo'yib beramiz. Qo'yaveramiz. Uni paloncha so'm, pistacha so'm demaymiz. Jaydaricha qilaylik. Jaydaricha qilamiz. Jaydaricha qilamiz. Jaydaricha. Bitta soni nechta hoji aka? Hop, buni soni 45 ta. 45 bosh. Eng kattasi yoshi qanaqa? Hop, eng kattasini yoshi bitta yarimta 6 tasi bo'lmasa, asosan 2 ta 4 ta. 2 tish 4 tish. Ha, 2 tish 4 tish. 2 tish 4 tish, bitta yarimta 6 tishi bo'lmasa, 6 tish ham qarimas. Endi yo'q, 6 tish qarimas. Ha, rosa tobida bo'ladi. Tobida bo'ladi. Xudo xolasa, akalar bo'ylari akalar 85, 80, 85, 90 gacha. Mana shunaqa. Shunaqa. Endi kelib o'lchab olasiz, endi primerni aytyapman. Qo'ylarimiz xudo xolasa eti yaxshi, dala etda. Bular qochganmi, bo'g'oz qisilmi hoji aka? Bularni qarab turing. Endi hozir mavsum tugadi, hurmatli obunachilar. Mavsum tugadi. Endi bunga qo'chqor qo'shib qo'yasizlar. Demakki, men buni hozir bo'g'ozib sota olmayman-da. To'g'ri, hali issiqda kun. Ha, kun issiq. Qo'chqor qo'shib qo'ysa, qochsa da xolasa, qochib qolsa, noyabrga qo'zi tushadi bundan. Ertaga qo'zi zo'r bo'ladi. To'g'ri. Avgustga qo'shaman deysiz, avgustga qishga tug'iladi, qishga tug'iladi avgustga qo'shsa. Endi bizni iqlim sharoitida ko'pincha avgust sentyabrda qo'shadi, o'sha dekabr, yanvar, fevralga tug'ib beradi. Qo'zlar qishda tug'ilgan qo'zikka yaxshi bo'ladi deyshadi-yu. O'sha qo'y bilan shug'ullanadigan mutaxassislar yozib ketdilar, qaysi paytda bizni iqlim O'zbekiston sharoitida qo'ygan yaxshi. Xullas, bularni hoji aka yo'lida qilib berasiz. Bo'ldi, yo'lda qilamiz. Bo'ldi. Masalan, bitta oladigan kelsa ham 10 ta oladigan kelsa ham yengil bering aka. Bo'ldi, hisob. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Qancha qilib beramiz buni? Yeb ichishga garantiya beradi bir hafta. Yeb ichishga buni xudo xolasa 10 kungacha garantiyasini beramiz. Mana bizdan olib birorta odam bir norizo bo'lgan xudoyimga behisob shukr. Bo'lmasin, Allohim. Masalan, sotyapmiz. Dastlabki borib beryapsiz, dastlabki. O'zbekiston bo'ylab Qoraqalpog'istongacha olib borib yetkazib beramiz. Qoraqalpoqgacha. Qoraqalpoqgacha yetkazamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Hoji aka, buni qancha deysiz endi buni? Optimga aytingchi bir narxini. Buni bo'ladigan qilib kelishtirib aytib bo'lishini aytavering. Nimaga deganda, otamiz ham hoji bola ko'p ko'rishadi-da. O'shanga telefon qilgani, masalan, ko'pchilik tushunmay qoladi. Bo'ladigan desangiz. Bo'ldi, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Xo'p, Hayotjon, hurmatli obunachilar, buni men o'zi asli 7,5 milliondan qo'yaman dedim. 7,5 milliondan demayman. 7 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab rasprodaja ketdi. O'zbekiston bo'ylab 7 dan qo'yadi. 7 million so'mdan. O'rtasidan mana shunday qilib toyoq tashlab olsangiz ham 7 million so'mdan beraveraman mana. Ayni bo'linsa ham. Mana qarab turing. Sotdim bag'ini mana 7 million so'mdan hayotga mana nechta bo'lsa. Mana shokolad narxi bo'ldi. 7 million so'mdan. Qochib qolsashlarda 10 milliondan bermaydi, bu yo'lni pullab qolsa. Mana bag'ini ham mana sotdim mana 7 million so'mdan. Lekin siz aytganda 10 millionlik qo'ylarim ham bor ichida. To'ppa-to'g'ri.
Lekin men 7 milliondan sotaveraman. Akalar tavsiya qilaman. Like bosing. Mana shu qo'ylar qochib yilini 3,5 oylik, 3 oylik o'tib lopillab qolsa bor, akalar 8-9 dan bermaydi mana shu. Bermaydi. To'g'rimi hoji aka? Yo'q, bermaydi. O'tgan yili qishi bilan chiqardik. To'g'ri. Nima deydi? Jini bo'g'oz olib qo'ygan bo'lsa ham 11 million. Mana qarang, mana shu yaltiroq qo'ylar ko'ring, mana uni, mana shu qo'ylarni qimmat qo'ydi. Mana o'tgan qo'ylar hammasini ko'ring mana. Nim biladi. Mana qo'ydi ko'ring, mana uni ko'ring. Yomon qo'y yo'q. Xudo xolasa Parvardigoriga ham hammasi zo'r. Gap yo'q. 7 milliondan bir joyga. Ha, 7 milliondan bir joyga. Hoji aka kelib ustiga kelmay hammasini oldim desa, hoji bolamizga xayriga bir narsa qiladi. Sunnatiga o'tamiz. Ha, o'tasiz. Ha, o'tamiz sunnatiga. Aytgan bo'lmaydi hech kimda. Aytgan bo'lmaydi. Hech kimda aytgani bo'lmaydi. Hamma akalar naqd aytaveradi. Kelib talash tortishing odamni yuzi issiq o'tib berishadi akalar, xudo xolasa. Dilmurod akam, hoji akam murosaga yuradigan inson. Ha, murosaga yuradi. Qo'y yoqsin birinchi o'rinda, qolgani bitadigan narsa. Xudo xolasa. Ana akalar 7 million so'mdan bir joyga bo'lsa ketdi. Qo'chqorni olasiz, qo'shsangiz hozir qochadi, bo'lmasam ozgina salqin tushgandan keyin qo'shsangiz, vashi zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi, ha. Like bosib yaqinlar jo'nating aka. 7 dan aka mana 7 million so'mdan katta sovg'alar bo'lib ketdi. Qochib qolsa akalar 2 million avtomatik pulingizga qo'shiladi. Bunga yem bermaysiz, bog'ingiz katta, yaylovga berib yuborsangiz ham akalar shunday semirib o'zi qochib keladi bular. Keyingi partiyamiz mashallah. Mana kashtan akalar, mana haqiqiy kashtanlaridan. Qirg'izistondan bular ham. Ha, bular ham. Bu Tojikistonniki bu. Tojikistonniki. Tojikiston bular. Tojikiston hisorlari. Tojikiston hisorlari. Jonivor oyoq qo'li juda uzun ekan bularda. Bular kattaroq ekan bular, ha? Ha, bular kattaroq. Tojikistonda 2 partiya qo'yi bor-da. Ha. 2 partiya qo'yi bor, ikkalasini ham ko'rsatamiz. 2 partiya sog'liq. Ha, 2 partiya Tojik. Bu bittasi. Ha, bu bittasi. O rangni qarang, mashallah. Chista sari mana. Zo'r ekan ha jonivorlar, ha. Mo'lar qarang, mo'lar 2 tish shekli, ha. Ha, 2 tish, 4 tish o'zi bu. Bular ha? Yosh qo'y hammasi, ha. 2 tish 4 nechta buni soni? Buni soni rosa 60 ta. 60 bosh. Ha, 60 ta. 2 tish 4 ekan, qo'ylari qarang, sifatni qarang aka mana. Kashtanidan, yaltirog'idan boqaman deganlarga mana. Tankalaridan ekan. Hozir Hayotbek, videoni menga qaratganingizda hurmatli obunachilar, bu hozir qo'ygan sariq qo'yim bor, 7 million qo'ygan qo'y. Undan kuchli lekin. O'sha kattaroq ekan. Ha, undan kuchli, undan semiz ham, sifati ham boshqasi ham kuchli lekin bu qo'y. 60 ta dedingiz, ha? Ha, 60 ta bu. Yengil berasizmi ham aka? Ha, yengilroq beraman. Lekin hammasi 2 tish 4 tish. Dollarga sotasizmi ular? Buni so'liqni ham qarang. Suyagini ko'ring. Вообще. Qanchaga beramiz hoji aka? Buni ham ko'ring. Mana qarang. Ha. Oldi ko'kraydi. Ha. Mana uni qarang. U ham zo'r mana. O'zi tulaveribdi bular, ha? O'zi tulayapti. O'zi tulaveribdi. Hoji aka qanchaga beramiz 60 tasini? 60 tasini. Yosh ekan bular ham hammasi. Hoji menga qarang endi buni nari qo'ydan kuchli. 500 ming balandroq qo'yaman buni. 7,5 dan qo'yaman. Nima deysizlar? Hozir birinchi partiyada yengilroq qo'yib berasiz. 500 ta sizga yarashmaydi, 1-200 ming unaqa. Yo'q, endi gapimiz to'g'ri-ku. Endi biz ham ozmas foyda qilyapti deyman. Ilohim foyda qiling. Hech kim ziyon qilmasin. Olgan ham sotgan ham foyda qilsin aka. Ya bo'ldi, menga qarang. 1 kilodan go'sht puli qolsa bo'ladi, to'g'rimi? Endi asli soni ko'pda 1 kilodan go'sht puli qolsa ham bu yerda 500 ta qo'yib bor-da. To'g'ri. To'g'risiga. Ha, bo'ldi, kelishtirib beraman. Qanchaga berasiz? Aytingchi. 100 dan o'taymi? Sizga 100 yarashami o'zingizga? Hop, 200 dan o'taman. 7 million 300 dan bo'ladi. Nima deysiz? 73 dan. 7 million 300 ming so'mdan. 73 dan emas. Ha. Nagilar narxida bering shuni aka. 7 milliondan, yo Hayotbek endi 7 milliondan arzon bo'lib qoladi-da. Arzon bo'lsa. Mayli foyda qilaman-u, ozroq foyda qilaman. Mayli, barakasini bersin, duo qilishadi. To'g'ri. Sizda 500 ta qo'yib olmaydi, hazil ekan emas 500 ta qo'yadi. Yo, to'g'ri gapingiz. Yo, xatiyab 71 dan sotaylik shuni. Keyin qo'ldi bering. 7 milliondan bering aka. 7 milliondan. Obunachilarim uchun bering aka. Anchadan beri 1-2 yildan beri ko'ringansiz yo'q o'zi. To'g'ri. O'g'lingiz, jiyanlaringiz, shogirdlar chiqadi. Shogirdlar, begizlar mana shunaqa edi. Bering 7 dan. Bo'ldi, hisob sotdim. Hammasini, ha? Sotdim 7 million so'mdan. Yana bitta obunachilaringizga zo'r yaxshilik qilayman. O'rtasidan bo'lib ham sotaveraman 7 milliondan mana. Shuni bo'lib olsam, ha? Mana, qarab turing, mana. Endi puli yetgan odam bor, puli yetmagan odam bor. Mana. Sotdim 7 milliondan bag'ini. Mana. Qo'ylar kelib ko'ring aka, sariqlari haqiqatda kuchliroq bular. Kuchli. Haqiqatdan eti ham, sifati ham. O'rtasidan bo'lib ham sotaveraman. Ana 60 tasini olgan ketdi. 10 ta haydab bo'lib olsa ham ketaveradimi? Ha, 10 ta bo'lib olsam. Tanlamasdan shuni haydab tayoq tashlab olsam. Sotaveraman, ha. 10 tasini mana shunday mashina shunday haydansa mana qarab turing. Mana. Hayda 10 ta qilmash qo'ydi. Ketaveradi mashina. Qo'sh rog'ida. Shunday qilinsa ketaveradi, ha. Mana 7 million. Aka, oling 7 dan mana shu qo'ylar. Zo'r. 7 milliondan akalar arzon. Hayotjon, rahmat deysiz keyin. Ishoning. Bo'ldi. Hoji akamni duo qilasiz. 60 ta mana. 60 oling 60 tani oling, xoling hali sariqlarga qo'shib hammasini oling. Yoki bo'lmasa 10 ta 20 ta oling. Endi ichidan tanlab olsangiz buni kelishasiz. Ha, tanlab olinsa. Masalan, hammasi kashtanlar terib oladigan bunaqa bo'lsa, uni endi akalar 1-200 ming qiladi. Ha, endi unaqa darajada mol dunyo qo'yib bermaymiz bu. Masalan, hozir tanlab olsa buni 500 mingdan qo'shib beradi, 600 mingdan qo'shib beradi demas. Bizga ozginadan qo'shib berilsa buni bang deb sotamiz. Yumalasa hisob deng. Ha, yumalasa hisob. Yumalasa hisob. Dilmurod akam xullas akalar murosaga yuradigan kelib bitta suhbat qilsangiz aka, ishingiz bitadi. Endi menga qarang, videoni menga qarating hurmatli obunachilar.
endi sensatsiyasi kelyapti. Endi sensatsiyasi. Zo'rlar. Endi yarichka sovlig'i bor. Yarichkalar. Ha, yarichka 70 ta yarichka sovlig'im bor. Mashallah. Undan keyin yana bitta 40 tali sovlig'im bor. Ana. Bishkek sovlig'i. Hozir o'g'illarni ham xohlasa chiqaraman. Narxini zo'r qilib berasa? Narxini zo'r qilib beraman. Akalar oling, mana sovliqlarni oling. Payti keldi. Yosh sovliqlar ham chiqyapti, ularni olganda mo'min olgan mening fikrimda tezda qochadi-da. Kuchli-da bu qo'y. Ham Tayyor, to'y yurgan qo'y. Rangini qarang aka, ulardan jonivorlar. Bironta og'zi yara, burni yara, cho'lag'i, bezi bor yo'q. Bunaqasi yo'q. Kelib birma-bir ko'rib olaveradi aka. Birorta ya ko'zi ko'riya boshqa sudasi yo'q. Hammasi zakonda, xudo. Zo'r ekan qo'ylar. Ko'z tegmasin aka. Ko'z tegmasin. Mana tish buzmagandan so'raganlarga aka, mana tish buzmaganni endi tish buzishga harakat qilibdi. Bitta ikkitasi harakatdan qo'ygan shekillar aka. Ha, bitta ikkita tish buzgani bor. Endi bundan bag'a bu qo'y tish buzadi endi. Ha, o'sha bo'lib ketdi-da, to'g'liga. Endi to'g'lidan endi o'tyapti. Nechta bu hoji aka? Bu 65 ta hozir. Quloqlari ham lakatir va quloq. 65 ta soni. 65 ta soni. 65 ta. 65 ta to'g'lidan tish buzishga yaqinlashib qolgan qo'chqorni qo'ssiz qochadi. Qochadi. Meni fikrim o'sha yana akalar. Iyulda oxirida avgustga yaqin qo'chqorni qo'shing. qo'shing. Avgustga bemalol qo'shing. Xudo xolasa akalar udar bo'ladi. Jinday bu qo'ylarni yemni berib turib, to'ldirib turib qo'ysangiz aka, qo'ylarga qarang. O'ta go'zallar, suluvlar. Yoshlik uchun sal ingichkaroq qo'shab turibdi-da endi. Ha, bu kattarib ketadi aka, bu qo'ylar hali. Lekin bu suyak katta-da. Mashlarni bo'yi hozir 85 chiqyapti mashlarni. 90 dan kam bo'lmaydi. Bular katta bo'g'oz bo'lib bersa aka. Qulog'ini qarang, mana qo'ylarda. O'sha yarichka sovliq deydi-yu, beshkek. Yarichka. Mana shu yarichka sovliq. Ana akalar, hammasi oyoq qo'li uzun, sifati zo'r. Oling, bel qo'yasiz, bahorga qo'zilaydi hammasi. Bahorga qo'zilaydi. Qo'zlar katta bo'ladi akalar. Qo'zlar ko'ryapsiz, mana tug'ilgan oddiy qo'z ham 2 millionga bermayapti. Yo'q, 2 millionga bergan. Agar mana qarashanlar bo'lsa, 3-4 millionga bermaydi qo'zini. To'g'risi ham-da akalar. Dehqonlar ham qo'zini tashlab beryapti, 3 million, 4 million qo'yib bering deyishyapti. Dehqon ham arzonga sotmaydi. Mana qo'yiga, sifatiga qarab pul bo'laveradi. Hojaga qancha qilib beramiz buni? Qori endi bu yosh qo'y, masalan, yosh qo'y qilaman degan odamlar bor, to'g'rimi? Yosh qo'y qilaman deb. Mana hurmatli obunachilar, bundan yosh qo'y bo'lmaydi. Yarichka sovliqni, mana chista beshkek sovlig'i. Hop, narxini buni o'zi mana videoni ko'ryapsizlar, bunaqa yosh qo'ydi 7 million ustida qo'yilyapti-da. To'g'risi gapda 7 million ustida qo'yadi, 7 pastda qo'ygan yo'q. 7 ni pastda qo'yganingiz yo'q. Mana sizning kanalingizda ham, boshqaning kanalida ham. To'g'ri gapingiz. 7 million ustida qo'yilyapti. Lekin men buni 7 milliondan demayman. Lekin men buni arzon olganman, arzonroq qo'yaman. Xalqim uchun 500 ming so'mdan o'tib beraman. 7 milliondan qo'yilayotgan narsaga xalqim uchun 500 ming so'mdan o'tib beraman. 6 million 500 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab ketdi. Aka bozing aka, 6,5 dan qo'yish bo'ldi. 6,5 dan bo'ldi mana. 6,5 milliondan. Aka bo'g'ozib qo'ysa akalar 10 million soting mana, indamay sotasiz. Qarang, hurmatli obunachilar. Toza yosh qo'y qilaman degan odam olsin buni mana. O rangini qarang, rang oq quloq, oq tumshuqlardan akalar. 6,5 milliondan qo'yib yubordingiz. 6,5 milliondan. 6,5 milliondan 65 ta soni. 65 ta ekan. 65 ta. Hammasini olganga akalar dastavkasi bilan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. O'rtasidan bo'lib olsa ham beraveraman. O'rtasidan bo'lib olsa. Endi hammasi kuchaytirmaydigan odam bo'lsa, to'g'rimi? To'g'ri. Masalan, 30 tasini olaman, Dilmurod. Mana shunday qilaman, 30 tasini olaman, o'g'lim yoki aka yoki uka, mana bunisini olaman men deysa, mana shunday qilib haydasa. Ketaveradi. Beraveraman 6,5 dan. Bag'ini olaman deysa ham farqi yo'q, beraveramiz. Terib olsa endi kelishamiz, Ha, endi terib olsa ham bir moldini yo'q emas, bir 200 ming so'mdan qo'shib berishadi. Bo'ladi, ha? Terib olishaveradi. O'zi bir xilda tasavvur ko'ring. Shunaqa. O'zi bir xil. Oling. Rahmat aytasiz, oling siz olib qo'ying-da aka. Hozir sizga voy deyishingiz mumkin, qo'zlarni ko'rib, bularni voy narxi qimmatroq ekan deyishingiz mumkin, lekin akalar shu tanasiga hozir arzon mana shu. Arzon mana shu tanasiga. 6,5 milliondan bo'g'oz qilib qo'ysangiz, biz 3 oylik, 4 oylik bo'g'oz tug'ishga yaqin bo'lib qolsa, 10 milliondan 200 million olib ketadi. 10 milliondan 200 tug'ib bersa akalar 12 millionga qo'yib yo'qda, mana shunaqa qiladi. Sizga bitta gap aytaymi, hurmatli obunachilar? Mana bir kishi olsin shu qo'ydi. Shu qo'ydi bir hozir 6,5 milliondan, 6,5 million so'mdan sotyapman. Bir kishi olib sentyabrgacha menga boqib bersin, 1 milliondan foyda berib o'zim qaytib olaman. Ana, 1 milliondan foyda. 1 milliondan foyda berib o'zim qaytib olaman mana shu qo'yda. Nima yoki ertaga bu sentyabrda yo'q bo'ladi bu qo'y. Shunaqa. Yo'q bo'ladi. Hozir ko'p-da. Ha, hozir ko'p. Lekin ertaga sentyabr oyida bu qo'y bo'lmaydi bu. Bunaqa yosh qo'y bo'lmaydi. Sog'ligini qarang, bittasi yo'talgan yo'q. Yo'q, bitta kasal yo'tal, ko'riya, cho'loq bunaqasi yo'q. Hammasi sog'lom qo'ydi. Aka bosiradigan joyi. Mana quloqni qarang, mana aka. Bu quloq nima deyapti, mana qarang. Quloqlari ham hamma yo'q deyishadi, mana aka. Sifat qarang. Toza yaltirab qo'ydi. Zo'r ekan vobshe. Zo'r. Mana bu yarichkalar juda ko'p ekanda. Ha, yarichkalar qo'y qo'lon degan liboy variantidan bor ekanda bu.
pulingizga yarasha bo'yini har xilidan qilib terib qo'yish qarang. Bo'y bastlarni bir xil qilib qo'yishgan bularni. Ha. Bular ham kuzga qochadi ekan. Kuzga qochadi bular. Hozir qo'ysangiz ham qochib qoladi, lekin Ha, endi avgustga qochib. Nechta buni soni? Buni soni bilmayman, sanaveramiz. Men ham sanaganim yo'q, qo'yim ko'pda 500 ta qo'y turibdi. Shu o'tganda sanaverchi? Soni 30 ta ekan buni. Soni 30 dan. 30 bosh ekan. Hammasi yarishga 11 oylik ekan, hoji aka? Ha, shunaqa. Ammo bularni bittasi ham hali tishimiz ham yo'q. Ha, tishimizga. Yo'q. 11 oylik variantlari. Hammasi sovliq, qochishga tayyor, 30 soni. Quloqlari lakatiridan. Lakatiri. Dala etakilar, yem yemagan bular. Yem yemagan. Yem yesa kuniga o'zgaradi bular. To'g'ri. Hoji aka qanchaga berasiz bular? Bularni Hayotbek kelishtirib aytib qo'ygalaymi? Ha, o'zi asli hozirgilarga qo'shib olsangiz ham bilmasdi, lekin bir xil qo'yib yaxshi. Ha, endi hozir qo'yni ichiga qo'shib berib turib, mana 100 ta desam bo'laveradi, lekin unaqa qilmayman. To'g'ri, yashang. Unda hammasi o'zini narxi bilan turaversin. To'g'ri. Narxi 6 million so'm. Nima dedingiz? Bir joyga. Ha, 6 million so'mdan bir joyga O'zbekiston bo'ylab ketdi. Ana. Bir joyga 6 million so'mdan dastavkasi bilan ichida. O'tib berasiz va bilaman. Ha, Siz aytganga sotmaysiz. bo'ldi. Menga qarang, bo'ldi, hammasini olsa 58 dan beraman. Tanlab olsa 6 milliondan. Ana endi o'ziga keldi. Ha. Hali 6 dan olarsizmi? Ha, tanlab 6 dan olaman. 6 dan olavering ekan. 30 ta. 30 ta. 5 million 8 dan 5 aka. million 800 Oling dan. mana. 5 million 800 ming so'mdan bir joyga olganga akalar ketadi. Bormi ish qiladi? 58 dan. Shikolat bo'ldi. 6 milliondan tanlab olaverasiz. Ha, 6 milliondan tanlab olaverasiz. Yana qoralaridan akalar, kashtanlaridan mana. 2-4 shimi bo'ladi hoji aka? Bular ham 2-4 tish ha. 2 tish, 4 tish. Shunaqa. Soni nechta buni? Buni soni 30 ta, 29 ta sovuliq. Mana bitta yaltiroq qora qo'chqor. Mana ya, qo'zi shekillar qo'chqor. Ha, qo'zi u. Qo'zi. Qo'zi. 29 ta sovuliq, bitta qo'chqor. Bitta qo'chqor. Qochgan qochmaganlik gumon aka. Ha, qochmagan. Gumon. Ha, endi mana qo'chqorni qo'shib qo'ydim. Qo'chqorni qo'shib qo'ydim. Mana qarang. O'ta go'zal ekan, mana qarang. 2 tish, 4 tish. Boladan yangi ajragani ham bor ekan. Boladan ajragani ham bor. Ha, mana. Ikkitami boladan ajragani bor, uni. Ha. Boladan yeb ichish zo'r, ha, hammasi. Ha, yeb ichish tanki. Yeb yo'q. Qancha qilyapti hoji aka? Yeb ichish zo'r. Bunimi? Hayotbek. Endi 6 million sal ustida. Ya 6 million so'mdan. Ha. Videoni oxirisi ham shu 6 million so'm. 6 milliondan arzon emas ku lekin. Yeb yo'q. Bemalol akalar saroyga kelib qolsangiz bir narxlarni sekin surishtirib keling. Eng katta partiya shu yerda akalar. Eng katta partiya. Oxirida aka keyin ishingiz bitadi. Narxlarni ko'rib keling. Saroyga kelib qolgan bo'lsangiz nomerlarni bitta skrinshot qilib olingda. Shu yoqqa yo'l o'tishsa kelib Dilmurod akani telefon qilasiz hoji aka. Hurmatli obunachilar, mana lakasalarni chiroyli qilib tashlab beramiz. Videomiz ham o'zi yakunlandi mana. Xudo xolasa 500 ta sovuliq, 400 20 nechta ham sovuliq bor. Qo'chqorim ham bor, qo'zim ham bor. Mana shu yerda 500 ta qo'y bor takarchi. 500 ta qo'y bor. 500 ta qo'y bor. 6 milliondan aka mana. 6 million so'm. Katta sovuliqlar. Katta sovuliq. Oling. Xudo xolasa akalar 10 million emas 9 dan soting, bo'g'oz qilib aka. 3-4 oy mehnat qiling. Bitta oxirida bitta sensasiya qilayman. 200 dan o'tdim yana. Shundan ha? Hamma shundan. 5 million 800 ming so'm. Qo'chqor ham ketaveradimi? Qo'chqor ham ketaveradi. Ana o'zi. Mana shunday 30 tasini olsa 5 million 800 mingdan sotdim. Maşallah. 5 million 800 ming so'mdan qo'chqori bilan birga 30 tasi ketdi, uyga boradi, uyda pul berasiz. Uyda pul berasiz. Aka yaxshilab hisob kitobni qiling aka. Oling mana shu qo'ylarni. 58 dan. Hozirda ham sariq qo'chqorlar bor, kattayichini bir ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rsatib qo'yamiz ularni. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Mayda ham bor. 20 ta ekan bu, ha? Qo'chqori hammasi? Ha, hammasi qo'chqor 20 dona. 20 dona. 20 dona. Mana aka. Bu ham 5 gekniki, Hayotbek. Bu ham? Ha, bular ham 5 geknik. Tish buzmagan hali. Yo'q, tish buzmagan hali. Hali tish buzmagan. Zo'r. Lekin bundan baqa buzadi lekin bu ham. Ha. Ha. O'sha buzishga kelib qo'yganda? Ha, buzishga kelib qo'ygan o'zi bu ham. Qancha qilyapsiz hojiga bularni? 20 dona. olsa. 20 tasini olsam, Ha, bo'lishini Ya qo'ying. 6 milliondan beraveraman Hayotbek. Ana. 6 million so'mdan. Qurbonlikda bo'shagan o'rniga to'ldirgan, Ha, qurbonlikda bo'shagan o'rniga kelib olaveringlar mana 6 million so'mdan. O'sha 200 kilolik qo'y bo'ladi bu qo'y. Xudo xolasa. 5 gekniki. Oldi akalar 85-90 ga qarab ketyapti ekanda. Ha, endi hurmatli obunachilar, videoni uzmay ham qo'yavering. Men eda boladan ajragan sovlig'im ham bor-da, buni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Olarmi? Ha, mana shu hozir shunda kiramiz. Oyoq yomon bo'lmaydi, yur. Bu ham ko'p ekanda. Ha, aytdim sizga 500 ta qo'y bor deb. Mana 420 tami sovlig'i bor. Mana sovlig'i hozir videoda ham qolib ketibdi ham bu ham. Mana. Boladan ajraganlari. Ha, bular boladan ajraganlar. Dala et. Ha. Necha yashar bular? Ha, bular yash, bular ham tishi vobshe yash, to'qlisi ham bor. Ikki tish, kattasi 4 tish bor. Katta. Qanchaga berasiz buni? Optimga. Optimgami? 20 taga oshiq shekilli, ha? Bilmayman, 20 tadan oshiqroq. Qanaqa yoshi ham bor. Ona qulog'ini qaraymiz undan yosh ekan shu ham. Yosh.
5,5 milliondan beraman. Bitta qo'chqar qo'shib olishaveradi. Ash qora qo'chqar mana. Ha, Qora qo'chqarni qo'shib olishaveradi. 5,5 milliondan. 5,5 milliondan. 20 ta 22 ta Bu tanlab olsa ham 5,5 dan beraveraman. Ha, optimga o'taymi bo'lsa? Optimgami? Ha. Optimga o'tdim, 100 dan o'taman. 200 dan o'taman. Ha, 5 million 300 ming so'm. Oling aka 5 million 300 dan mana. 5 million 300 ming so'm. Yesa o'zgaradi ular. 5 million 300 ming so'mdan bir joyga qo'chqori bilan birga ketdi. Qo'chqar bilan birga ketdi. Like bosib obuna qo'ying. Dilmurod akamda eng arzoni bo'ladi akalar. O'sha qo'ylarni ko'rib oxiri keling Dilmurod akamniki, ha? Xudo xolasa Bozor olamdan yo'lda berasiz, ha? General yo'lni qayda bo'lsa. Qo'rani qarang, mashinasi ketgan, bag'od ekan. ham ketgan. 1 gektar qo'yxonamiz. 1 gektar. 1 gektar. Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar akalar, hamma ishlar yo'llar baraka bersin, ko'rishguncha. Kelaverasizlar.